Bunda qilganda bir kechida millioner bo'lib ketgili bo'ldi. Buffettning aytgan oz pul bilan mablag' solib ko'p pul tepishda qilish bo'lmaydigan 3 ish. Warren Buffett dunyodagi boylar ichida qolganlar sal o'xshamaydi bu. Endi bu yerga Bill Gates, Elon Musk'lar qarsak, hammasi har xil mas'uliyat, munosabatni chiqarib, shuning bilan bozor talashib boy bo'lgan. Endi bu yerga Buffett bo'lsa, ularning ishiga aralashmaydi. Faqat 100 ming dollar ijroqda multilablar bular mablag' soldi yoki pay chek oldi, shuning bilan shu bilan chiqqan payisini yetib dunyodagi eng boy bo'lib ketgan erlarning birisi ma'u. Sal alayda boy uchun qolganlarga o'xshamaydi. Shunga boshqa bak havas qilmayman. Endi bu Buffett shu oz pul bilan ko'p pul topqisi bolalarga mundaq deydi. Birinchi, hamisha bir kechida boy bo'lib ketishni o'ylamang. Memmu ming bir kechida mushunchilik boy bo'lgan deydi. Kishilar doim mush oshko'zlik bilan bir kechida boy bo'lib ketishdek mushundaq bir xom xiyolni, nomuvofiq hissiyotni kontrol qila olmaydi. Shuning bilan nurg'unlar aksicha bir kechida vayron bo'lib ketib, şu şehirge en egiz binanı izleydi sekri olan. Benim bu zor bayligimmi şunda azdan cuğunup şunda zor baylığı iyi olgan. Tama köl bula deydi. İkinciden her qandaq işte yalğandan düşengen buluvanman, saxtı bilermen buluvanman. Bilmegenni bilveli so'rash ayıp emas. Sonra bilimaptu deptike. Bilmegenni, düşenmegenni biladigan, oldimizda ketgan mushundaq tajribalarga ega bo'lgan kishilardan so'rab, hamma odam tug'iliblar, hammani bilgan emas. Elbette başkalardan öğrenişimiz gerek, köp kitaplarını okumamız gerek. Üçüncüden bu yer siz belgelik baylık yaratkan vakitte aşk gözlük bilen texim zor baylık yaratsam bu diyenden vazgeçim. Yani milyon tepti ben bağıştıkım. Eğer ma milyon meblağ salsam, tarasıl 10 nesli ben 10 milyon bak kesen diyenini xiyal kılmam. Ma tapkan milyonga şükür kıptırım. Eksçe bunun kiyinki her bir soğut kursadık, her bir kararda intayın ehtiyatcan bulun. Yet ölçep bir kesim. Amal ve asası meblağını xim xatarga uçratmaydigan yoki xatar darajasini eng tövenchakka tushirish kerak. Çünkü bu baylıqlar sizning qon ter bedelingiz kelgan. Herkesin uxlab qopli teppagan yo'lda supurib olgan emas. O'zingiz tushunmaydigan, o'zingiz his qilib boqmagan tajribangiz yo'q ishlarga mablag' solishdan, shu kasbga kirib qilishdan qat'iy jiroq turing. Xalq pul tepdi debla onun ergişip o'zingiz bilmagan ishga herkes yugurib mablag' sepchiman. Endi bu Buffett to'g'risida so'zlasdak nurg'un mazmun kelib chiqadi. Buffettning o'sha ish izlari qiziqadigan, Buffettning boy bo'lish yo'liga qiziqadigan do'stlar, o'sha Buffett to'g'risidagi o'sha kitobni olib keldim. Asrki ularning seyri qarovidan 20 qo'yib sotib olsanglar bo'ladi. Mazmunning uchib ketmaslik uchun birdan haqsiz yurganlarni aytmasanglar. Rahmat.